Har bir xonadonda ozodalik va tartib, tinchlik va farovonlikning garovidir. Hech bir uy bekasi yo'qki, oilasining sokin va ozoda hayotini ta'minlashni xohlamasa. Aynan shu narsalar bizni maishiy texnika bozorida eng avvalo sifatli va hamyonbop jihozlarni qidirishga undaydi. Agar siz mustahkam va sifatli texnikaning nomi nima deb ko'rsangiz, to'la ishonch bilan bu Ideal brendining texnikasi deb ayta olamiz. Shuning uchun biz sizga ishonchli yordamchi VC2010 chang yutgichini tavsiya qilamiz. Ideal brendi o'z nomini oqlash maqsadida zamonaviy texnologiyalar hamda innovatsion g'oyalar asosida ushbu jihozning ishlab chiqarilishida har bir detaliga alohida e'tibor bergan. Xususiyatlari: quvvat sarfi 2200 Watt, shlang uzunligi 1.6 metr, turba uzunligi 800 mm. Elektr shnurining uzunligi 8 metr. Kuchlanish boshqaruvi: avtomatik kabel o'rami, chang yig'ish kuchi kilopascal 26, quvvat manbasi 220-240 volt, 50-60 Hz, tovush balandligi 82 desibel. Chang yig'ish vakuumining hajmi 2 litr. Qurilma HEPA filtri bilan jihozlangan. Ko'p yillik tajriba shu narsani isbotlaydiki, maishiy texnika bozorida faqatgina raqobatbardosh mahsulotlar qoladi. Ideal brendi esa mana 10 yildan ziyod bu so'zlarni amalda bajarib kelmoqda. Xullas, qanday texnika tanlashingizdan qat'iy nazar, u sizning xohishlaringizga to'laqonli javob bera olishi kerak. VC2010 model chang yutgichi esa har qanday nozik didli insonning mehrini qozonishi aniq. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.